Assalomu alaykum hurmatli bizani kuzatib boruvchilar, obunachilarimiz, podpисчиklarimiz. Bugun sotuvdagi moshlarni bir qator sizlarga obzor qilib o'tmoqchimiz. Shu moshinamiz 23-yilda ishlab chiqarilgan, polniy navrotlar qilingan moshinamizga top-toza kraskada moshinamiz, yumshoq diska balonlar, paroglar usalib qilingan. Moshinamiz ideal holatda, xarajatlari yo'q. Faqat olib minish kerak. Moshinamiz salon holatlari. Moshinamizning salon holatlariga baho berasizlar. Moshinamiz 59 ming masofa bosib o'tgan. Moshinamizga shunday navrotlar polniy taxlangan, faqat olib minish kerak. Polniy kolonkalar, pishalkalargacha sunuf qilib qo'yilgan moshinamiz holatlari. Moshinamiz qo'llar ideal holatda. Qiziqganlar murojaat qilaverasizlar, pastda nomerni qoldirib qo'yamiz. Bizning Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Silkasini qoldirib qo'yaman. Moshinamiz bagaj holatlari. Moshinamiz tiniq holatda. Propan gaz usulib qilingan moshinamizga. Moshinamiz barcha variantga chiqadi. Narx, nasiya, avtokredit. Moshinamizga nasiya savdoga qiziqganlar uchun $2000 boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz nasiya savdoga. Xohlagan muddatgacha chiqarib beramiz. Avtokreditga moshinamizni chiqarib beramiz. Moshinamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6200 va yana savdosi bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Barcha variantga chiqarib beramiz. Moshinamiz ideal tiniq holatda. Moshinamizga baho berasizlar. Yana bir moshinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan o'sha moshinamiz ham. Bunga ham yumshoq diska balonlar, paroglar sunuf qilingan, yumshoq diska balon, yangi diska balonlar qo'yilgan. Moshinamiz salon holatlari top-toza kraskada. Shu moshinamiz salon holatiga baho berasizlar. Tiniq holatda moshinamiz, turgan moshin, saqlangan moshin bu. Polniy shumka qilingan moshinamizga. Shumkalar qilingan. Moshinga kolonka, hamma narsa qilingan ideal holatda. Toza kraskada 25 ming masofa bosib o'tgan moshinamiz. 23-yil. Toki Pirelli podnomergacha ustanov qilib qo'yilgan. Ideal taxlangan moshinamiz, faqat olib minish kerak. Moshinamizga kommentariyaga 1 dan 5 gacha baho berib qo'yasizlar. Tiniq holatda bosib o'tgan masofasini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. 25 ming masofa bosib o'tgan. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa polniy navrotdagi moshlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilaverasizlar. Narx-navosini arzon va chiroyli qilib beramiz. Moshinamiz tiniq holatda. Moshinamizning bagaj holatlarini ham bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Moshinamiz metan gaz sunuf qilingan moshinamizga. Moshinamiz salon holatlari yangidek qirilgan, chizilgan, bo'yalgan joylari yo'q. Moshinamizni holatlari tiniq holatda. Hurmatli obunachilar, kimga qanaqa mashinalar kerak bo'lsa, sotiladigan mashinalar bo'lsa ham olib kelsangizlar, chiroyli narxlarda olib qolamiz. Barter ham mavjud. Agar naqd pul kerak desangizlar, naqd pulga mashina olish imkoniyati bor. Yana bir pachkada holatdagi Damazimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinani $2000 boshlang'ich to'lov bilan nasiya savdoga chiqarib beramiz. Bu zavod holatda hech qanday navrotlar qilinmagan. 40 km masofa bosib o'tgan. Bu mashinamizning navrot qilinganlari ham bor. Murojaat qilaverasizlar. Taxlangan polniy tayyor mashinalar ham bor. Buni $2000 boshlang'ich to'lov bilan nasiya savdoga olib ketishingiz mumkin. Buni ham narx-navosini arzon qilib beramiz. Yana bir mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan puli arzon mashinamiz. Mashinamizga yaxshi navrotchalar qilingan. Yumshoq diska balon, propan gaz, 74 ming masofa bosib o'tgan toza kraskada mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Birdan narx-navosini aytaylik. Bu ham barcha variantga chiqadi. $2000 boshlang'ich to'lov bilan nasiya savdoga chiqarib beraman. Xohlovchilar uchun avtokreditga $500 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Tan narxi $5050 va yana savdosi bor. Hurmatli obunachilar, bir qator sizlarga mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz yaxshi holatda. 74 ming masofa bosib o'tgan 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Propan gazli mashinamiz, hurmatli obunachilar. Puli arzon, menimcha bozordan bu narxga topa olmaysiz. $5050 va yana chiroyli kelishtirib beramiz. Boshlang'ich to'lov $500 bilan avtokreditga, $2000 boshlang'ich to'lov bilan nasiya savdoga olib ketishingiz mumkin. Yana bir mashinamiz 22-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham yaxshi mashinamiz. Bu ham 73 ming, 75 ming shu atrofga yurgan
bosib o'tgan masofasi, kraskasi ikkita joyga petunchasi bu. Diska balonga bu ham. Mashina salon holatlarini ham bir qator ko'rsataylik. Bu ham yaxshi holatda, hurmatli obunachilar. Bunga ham murojaat qilaverasizlar. Buning narxi $5400. Bosh avtokreditga xohlovchilar uchun $900 boshlang'ich to'lov, nasiya savdoga xohlovchilar uchun $2000 boshlang'ich to'lov bilan olib ketishingiz mumkin. Barter, nasiya savdo hammasi bor moshlarimizni. Kimga shunaqa tayyor moshlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilaverasizlar. Narx-navsini arzon qilib beramiz. Bizning manzil Samarqand shahar Saidiyana yangi yo'ldan 200 metr ichkariga. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Moshlarimizni navrot qilingan moshlarimizni hamma joydan 100-200 qimmat bo'lishi mumkin, lekin zo'r moshlar hammasi. Biz zo'rini sotamiz. $100-200 qimmat bo'lsa ham zo'rini sotamiz. Olgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, yana bir eslatib qo'yaylik. Sotiladigan mashiningiz bo'lsa agar bizga murojaat qilaverasizlar. Naqd pul desangiz naqd pul, barter desangiz barter ham mavjud. Chiroyli narxlarda olib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, kimga qanaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilaverasizlar. Rahmat sizlarga, salomat bo'ling.